Rasululloh uyga ko'p payt kelgan paytda ko'p takrorlaydigan so'zlar shu ekanki, agar inson bolasiga 2 vodiy oltin berilsa, mana bunday tilla bo'lsa, o'zi yetadi deb o'ylaymiz, birodarlar. Agar g'ishtday bo'ladigan bo'lsa, yana yaxshi. Agar mashinaday bo'ladigan bo'lsa, biz uni qancha pul bo'lishiga tasavvur ham qila olamiz. Kalkulyatorimizga sig'maydi, birodar. Uni grammi falan pul turadi, to'g'rimi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon tog'achalik demayapti. Bir vodiy demayapti. 2 vodiy deyapti. Aytamiz-ku, agar meni manoncha pulim bo'lganda yetardi deymiz. Birodarlar, u quruq gap. Agar shu gapni gapirib odam, men gapimda rost gapiryapman, menga yetar desa, kazzob deb qo'yadi shu odam. Chunki Rasululloh bir vodiy emas, 2 vodiy oltin berilsa, 3-sini orzu qilardi. Biram odamlar bor dunyoda. Shvetsarskiy bankadagi pullarini nolini Alloh biladi, o'zlari biladi. Lekin nima yetmayapti shularga? Agar inson bolasining qalbi Allohga bo'lgan muhabbat bilan ovora bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ladigan bo'lsa, hech qachon to'lmaydi. Insonning ko'ziga butun olamlar sig'ib ketadi. Shunaqa chuqur bo'ladi va bir hovuch turpoq bilan to'lib qoladi.